2026-yil boshida dunyoning turli burchaklarida katta tabiiy ofatlar sodir bo'ldi. Albaniya va Indoneziyada kuchli yomg'irlar tufayli toshqinlar yuz berdi. Albaniyada markaziy va g'arbiy hududlar suv ostida qolib, ko'plab maktablar vaqtinchalik yopildi. Bir kishi halok bo'ldi. Indoneziyaning shimoliy Sulawesi provinsiyasida toshqinlar kamida 16 kishini hayotiga zomin bo'ldi va yuzlab uylar vayron bo'ldi. Minglab odam vaqtinchalik boshpana topishga majbur bo'ldi. Shu bilan birga Avstraliyada kuchli yong'inlar boshlanib, Viktoriyaning janubiy sharqida 350 ming gektardan ortiq hududni qamrab oldi. Yong'inlar yuzlab uylarni vayron qildi va aholini evakuatsiya qilishga majbur qildi. Issiq ob-havo esa yong'in xavfini yanada oshirdi. Janubiy Afrikada ham Western Cape hududida yong'inlar kuchaymoqda. Aholi ogohlantirilgan va yong'inlar o'chirish bo'yicha favqulodda chora-tadbirlar ko'rilmoqda.